Assalomu alaykum, Jakavto O'zbekiston obunachilari. Bugun sizlarga showroomimizdagi bor mashinalar bilan tanishtirib chiqaman. Bu Jak JS6 modelimiz, narxlari 280 million bo'ladi. Xarakteristikasi bo'yicha ma'lumotini berib yuboramiz. Motori nima motor buni? Motori 1.5 turbina motor bo'ladi. Komplektatsiyasi qanaqa buni? Bu endi zo'r. Salonlarni ko'rsatib yuboramiz. Ikkita old zinada abagreiflari bor. Bor. Xolodilnik ham ko'rgandek bo'ldim. Bor, ichida bor. Xolodilniklargacha bor, беспроводной zaryadka, bu yerda коробка передач shaybali bo'lar ekan. И panorama lyuklargacha bor ekan. Albatta. Panorama lyuk, slipoy zona ham ko'rdim, 360 kamera bor. Eng kerakli narsa besключевой доступлarigacha bor ekan bu mashinaning. O'rindiqlar soni 5 talimi? Orqalarini ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Orqalari ham anchagina keng ekan. Ikkinchi qatorga ham klimat kontrollarigacha bor, yuzli portlari bor bu mashinamizda. Bu yoqda bizda bagaji ham yetarlicha kengina ekan, shtorkalarigacha bor. Elektronniy bagajlari ham shunaqa. Tagida zapaska ballonlarigacha bor, hamma narsasi bor ekan. Endi bu mashinamizning to'lov usullari qanaqa? To'lov usulini avtokreditga olasiz. Eri naqd Persinyaga ham chiroyli qilib xudo xolasa. Bonuslari bormi? Bonuslari bor. Nima bonus qilib berasizlar? Endi qo'ldan kelgancha tonirovka bilan poliglarni qilib berishimiz mumkin. Garantiya. Yana kelsanglar gaplashamiz, 5 yil garantiya beramiz. 5 yil garantiyasi bor. 5 yil 100 ming kilometrgacha. Juda ham yaxshi. Endi krugon bitta ko'rsatib yuboramiz bu mashinamizni. Oldilari ham led ekan. Xullas olasizlar, mazza qilib haydaysizlar. Test drive ham organizatsiya qilib beramizmi kelsanglar? 100% test drive'larigacha. Obunachilarimiz xudo xolasa kelsanglar, mana test drive'larigacha ham organizatsiya qilib berishar ekan. Keyingi mashinamiz bizda sedan oilasiga mansub bo'lgan model nima buni? Jak G7 modelimiz. Jak G7 modeli. Oqidan qorasidan bor. Oq qora ranglaridan bor. Xo'p, salonlarni bitta ko'rsatib yuboramiz. Kruz kontrollari bor ekan mashinamizda. Abagreif sportivniy sidenye, abagreif sidenye bor. 160 kamera bunda ko'rmadim, lekin eng kerakli narsa lyuklarigacha bor. Bu yoq tomondan aylanib bitta ko'rsatamiz orqalarini. Eng keraklisi bunda rasrochka ham bor ekan. Rasrochka ham ochilgan. Mashina tan narxi qancha? 225 million tan narxi naqdga olib ketadigan bo'lsa. Kengina ekan orqalari. Liftbackmi bu? Ha. Liftback ekan, bagaji 520 litr bo'ladi. Anchagina keng ekan. Bu ikkita orqa sidena yotiqsa 9 panli ham bo'lar ekan. Shunaqa. Kuzovlarda atsinkovkasi bor. Benzin rasxodi qancha buni? Benzin rasxodi 7-8 ta. 7-8 edi. Qorasidan ham, oqidan ham. Qora oq ranglaridan bor. Ichki interyerlari bir xil. Bir xil. Oq. Keyingi mashinaga birma-bir o'tiramiz. Unda bu yoqdan boshlaymiz. Pikap mashinasini ko'ryapman bu yerda. Pikap mashinamiz. Jak T9 modeli. Shunaqa. Jak T9 modeli. Bu mashina xarakteristikasi bo'yicha ma'lumot beramiz. Xo'p, bu mashinamizning narxi 399 million 300. Avtokredit asosida olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Naqd перечисление farqi yo'q. Naqd перечисление qilsangiz ham bo'ladi. Ichlarini ko'rsangiz, o'zi tashqi ko'rinishi ham juda ham bir agressivniy ekan. Idealniy tashqi ko'rinishi. 160 kamera ko'ryapman bu yerda. Albatta. Beshikli do'stlari bor ekan. Salonlari ham bir avtomat korobka bo'ladi. Hamma kitoblari. Korobka 8 talikda. Shunaqa. Lyuklari bor ekan. Bunda xolodilnik ham bor ekan. Mana xolodilniklargacha bor bu mashinada. O'rta monitorlari ham juda ham kattagina ekan. Kruz kontrollari bor ekan bu mashinaning. Salon orqalarini ham ko'rsatib yuboramiz. Salon orqasi ham kengligi uncha pikap mashinaning damni beraveradi desam, to'g'ridan-to'g'ri adashmagan bo'laman. Ot kuchini bir kitobda o'qiganimda 230 bitda yozilgandi. Shunaqa. Mana borti bemalol 1,5 tonnagacha yuk ortsangiz bo'ladi orqasiga. Bu yerda anaqa rezerviy paketiya ham qilingan ekan. Borti nechiga necha? 1,5 ga 1,5. 1,5 ga 1,5. Yopilishlari ham o'ziga chiroyli ekan, lekin buni ranglaridan bor. Bor, har xil rangidan bor. Oq, qora, seri deysizmi, metallika deysizmi? Kalifni ham yetkazib bera olasiz. Yetkazib beramiz aka. Podveskalarichi buni? Чисти off-road mashina ekanda bu.
to'rga to'rt RVD bo'ladi ekan. Aha. Полный привод bemalol bossanglar bo'ladi. Endi keyingi modelga o'tiramiz. Jack M4 modelimiz. M4 modeli. Buni narxi 243 million 180 ming so'm. Buni avtokredit asosida olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Lizing, перечисление, kredit hammasi bor. Bu mashinaga рассрочка yo'qmi? Bunga рассрочка yo'q lekin. Kredit asosida. Savollar ham bu 8+1 ekan, ya'ni 9 o'rindiqli bemalol B kategoriya bilan haydasa bo'ladi. Yana udobstvolarni ko'ryapman. Bu mashinada o'rtasida mana oynada fortishkalari bor, podstakanniklari bor, USB portlari bor, bemalol zaryadga qo'yib ketsa bo'ladi. Eng kerakli narsa bu yerda konditsionerlari 90 ekan. Ichlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu oldi tomonlarini ham ko'rsatamiz. Motori 2 litrli atmosferniy atmosferniy bo'ladi. Mexanika korobkada. Mexanika korobka bo'lishiga qaramasdan kruz kontrollarigacha bor ekan bu mashinamizda. Eng e'tiborli tomoni 44 ta ot kuchiga ega. Ot kuchi 144 ta. Bu yerda Android monitor ko'ryapman. Bemalol YouTube, Play Marketlari hamma narsasi bor. Xo'p. Kuzovlarda assinkovka bor. Podveskasi qanaqa buni? Oldi prujina, orqa resorida bunda. Shunaqa. Benzin rasxodi qancha buni? Benzin rasxodi 8,5-9 litr deyilyapti. Bitta muallashtirganingizdan keyin yana tushadi. Xo'p, bu modelimizga keladigan bo'lsak, bu Jack M3 xalqqa eng ko'p tanlovga ega bo'lgan mashinamiz. Buni motori 1.8 atmosferniy bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, hozir skidka narxida oqilarini 204 million 687 mingga xarid qilasiz. Yokida 215 million 460 mingga avtokredit asosida chiqazib berishimiz mumkin, imtiyozli kredit qilib. Rassrochka kamaytirilgan rassrochka ham bor. Rassrochka 60% boshlang'ich to'lov bilan 1 yilga, 40-50% bilan 6 oyga chiqazib beramiz. Endi dizaynlarini bitta ko'ramiz. Bu mashinamizni shaxsan o'zim V-Class tipiga mansub mashinalarga o'xshatdim. Ya'ni shuncha o'zini konkurentlarini damini berib oladi deb o'ylayman. Bemalol mana salonlarni ko'rishingiz mumkin. Bu ham xuddi shunaqa 8+1, ya'ni 9 o'rindiqli hisoblanadi. Podstakanniklari bor ekan, USB portlari bor. Eng kerakli narsa 90 klimat kontrollarigacha bor ekan, konditsionerlari bor mashinamizni. Bir ko'rganimda bagajlarida ham joylari yetarlicha edi. Albatta, juda ham keng bagajlari. Bagajda ham joy bemalol ekan lekin. Ikkita odam bemalol o'tirib ketsa bo'lardi. Hop, endi bagajni bitta yopamiz dedi. Orqalarini ham bitta ko'rsatamiz. Bu yerda ko'ryapman, parktronik bor. Orqa kameralarigacha bor ekan bu mashinamizda. Faqat shofer kerak. Shunaqa. Bu mashinani olgan obunachilarga nima bonus qilib berilyapti? Bu mashinamizni olgan obunachilarimizga tonirovka ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda tumankasi yo'q, tumankalarigacha, zavodskoy tumankalarigacha qo'ydirib beramiz. Полный oldi orqa poligini qilib beramiz. Oldi orqa poliklari. Shunaqa. Xo'p, endi keladigan bo'lsak, bu Sunray mikroavtobus. Buni narxi aka hozir skidka narxida 377 million 55 ming so'm. Bu necha o'rindiqli? Bu 16 o'rindiqli. Qulayliklari juda ham ko'p. Monitor, hammasi, kamera, konditsionerlari bor ekan, passajirlarga alohida chiqqan ekan deflektorlari bo'tdi. Men 32 talik televizor qo'yib qo'yganmisizlar bunga? Monitorlari bu. Bu video registratorlarigacha bor ekan. Bu bonusmi yo zavodskoy shunaqa bo'ladimi? Yo'q, o'zi zavodskoy shunaqa kelgan. Zavodskoy shunaqa bo'lar ekan. Korobkalari 6 talik. Ot kuchi nechta bunda? Bunda ot kuchi 190 ta bo'ladi. 190 ta ot kuchi. Xo'p, endi ichlarini bitta ko'rsangiz, bunga rassrochka ham e'lon qilganmiz. Rassrochkaga ham chiqazib beramiz. Boshlang'ich nech pul bilan rassrochkaga chiqadi? 60% bilan chiqazib beramiz 1 yilga. 60% bilan avtokredit qiladigan bo'lsak, avtokredit qiladigan bo'lsa 25% boshlang'ich to'lov. Vyudvijnoy paroklarigacha bor ekan bu mashinamizda. Mana ichlarini ham ko'rsatamiz bitta-bitta. Ichini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham keng joylashgan, umuman passajirlar tiqilib qolmaydi. Eng keraklisi bemalol ketishadi. USB portlarigacha bor, pardalari ham ichida. Pardasi bu nima tonirovka? Tonirovka qildirib berganmiz. Klientlarga qulayroq bo'lsin deb, issiqda endi yoz kelyapti, o'zingiz bilasiz. Bu mashinaga nima bonus qilib berilyapti? Bu mashinamizga shu tonirovka poligini qilib beramiz.
Bo'ta mana Hozircha monitorlarni ham bitta ko'rsatib o'ramiz. Monitorlari ham juda ham kengini bemalol, misol uchun kinolarni ham bemalol mazax ko'rib ketsanglar bo'ladi. Endi hop, orqalarini ham bitta ko'rsatib o'ramiz bu mashinamizni. Endi bu birinchi, ya'ni debyut video bo'lgani uchun bugungi obzorimizni sal qisqaroq qilib, xudo xolasa keyingilarida keyingi modellarni ham batafsil yoritib boramiz albatta. Orqalarini ko'radigan bo'lsangiz, mana shunaqa joylashgan. Orqalari ham o'ziga yarasha juda ham kengini. Mana bu yerda misol uchun agar metan qo'yadigan bo'lsangiz, zapaskani bu yerga ham qilsa bo'lar ekan. Bu mashina metanda ham yuradimi? Albatta yuradi. Metan ham qo'ysa bo'lar ekan. Yana bitta yakka ballonda bo'ladi. Qo'sh ballon emas, 16 kishilik yakka ballon bo'lib chiqqan. Bu diskli. Bundan oldingilari baraballi edi, adashmasam. Aynan o'sha baraballi jack sanringlarni aynan tormozon sistemasidan ko'pchilik jalba qilyapti. O'shani hisobiga diskli qilib, menimcha yengillik qilishdan xudo xolasa mana jack brendi ham to'xtamayapti. Hop. Bugungi videomiz menimcha ko'pchiligi manzur bo'ldi deb o'ylayman. Ta'nam ilk videomiz, katta videomiz, xudo xolasa agar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentda o'zingizlarning izohinglarni yozib qoldiringlar. Keyingi avtomobillar bo'yicha ham yana videolar qilishda biz xudo xolasa davom etamiz. Obzorimizda qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, albatta qo'limizda, ko'ksimizda uzrimiz bor. Keyingi videolarda qanaqa mashinalarni olib chiqinglar, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Like, komment, podpiska bosish esingizlardan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Jasminaxon, xayrlashib olamiz. Xayr. Sizlarni Jak avtobusda kutib qolamiz. Charchamanglar.